Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, vatandoshlar. Toshkent, Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha navbatdagi reysiy avtobusimiz do'stlar, ko'rib turganlarda shoshli sifatli reysiy avtobusimiz haftada 4 marta dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlari soat 16:00 dan 17:00 gacha bemalol kelib Abu Sahiy avtovokzaldan o'zingizlarni chiptalarni xarid qilib kelib ketsanglar bo'laveradi. Zaraniya 1 kun 2 kun oldin o'zingizlarni danlarni tashab chiptalarni zayn qilib qo'ysanglar bo'laveradi. To'lovni shu yerga kelgandan keyin amalga oshirsanglar bo'ladi do'stlar. Tanlovda adashmanglar do'stlar, mana ko'rib turgan sifatli reysiy avtobus. Har bitta inson o'zini отдельный bitta katta sumkasi hamda bitta ryukzagi bilan bemalol ketsa bo'ladi do'stlar. Shunaqa sifatli xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsanglar do'stlar, mana ichki sharoitini ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Nasir Omirjon, hech kim sizga hech narsa deya olmaydi. 30 mingga yapsizmi shunda? Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, avtobusimiz shart-sharoitini mana bemalol oyoq kiyimlarni yechib chiqsanglar bo'ladi do'stlar. Shunaqa sifatli avtobusdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, bemalol behisob tanlovda adashmasdan telefon qilinglar, bog'laninglar do'stlar. Hozir hamyurtlarimizdan ham so'rab o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Orming. Qalay aka, sharoitlar joyidami? Yolg'on yo'qmi? Yo'q. Hamma yo'q qulaymi ekan? Bemalol oyoq kiyimlarni yechib, tez ketyapsiz. Qaysi shaharga ketyapsiz aka? Moskvaga. Qayerdansiz o'zingiz? Men Kattaqo'rg'on. Kattaqo'rg'on. Samarqandlik akalarga tavsiya qilasizmi? Gap yo'q aka. Oh yo'q. Yaxshi bo'linglar, sog' bo'linglar. Aka-ukalar, rahmat omad. Ko'rib turganlaringizda shunaqa sifatli avtobusda ketmoqchi bo'lsanglar, ekranda ishonchli raqamlarimiz, telefon qilinglar, bog'laninglar do'stlar, tanlovda adashmanglar.